Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, akalar, bizni kuzatib boruvchi. Xo'p, generator so'ragan akalarimiz uchun do'konimizga akalar 30 kilovatli generatorlarimizdan yetib kelgan. Bugungi video obzorimizda generatorlarimizni alohida narxlari qanchadan chiqadi hamda komplekt motorlarga, ramalarga o'rnatib tayyor holda qilib berish narxi qancha chiqadi, to'liq ma'lumotlari, narx-navolari bilan birgalikda yoritib o'tib ketamiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, albatta sizlar uchun samarali video bo'ladi. Videoni boshida kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda kelishtirib qilib beramiz akalar. Ko'rishlari mumkin 30 kilovatli generatorlarimiz bo'ladi. 380 hamda 220 voltlik chiqarib berishga mo'ljallangan 1,5 ming oborotda ishlab tok chiqarib beradi akalar. 1 yildan 6 oygacha garantiyalari mavjud. O'zini datchiklari bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Ko'rib turgan sertifikatlaringga xo'p, garantiyalari yozib beriladi. O'zini sertifikatlari bilan jihozlashtirilgan, nech kilovat tok chiqaradigani, nech voltga ishlaydigani barchasi yoziladi akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konimizda 30 kilovatli hamda 20 kilovatli variantlaridan mavjud. Generatorlarimizda alohida sotuvda xarid qilaman degan akalarimiz uchun xohlasalaring pokovka, xohlasalaring ochiq ko'rinishdan dastavkalari bilan 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib beraveramiz. 30 kilovatli variantlari mis motorli varianti bo'ladi. Narx-navolari 30 kilovatlisi $700, 20 kilovatlisi $650 sotilyapti. YouTube kanalimizdan telefon qilgan akalarimiz uchun yanada kelishtirib, arzon narxlarda qilib berilaveradi akalar. Xo'p, motorlarimiz 11.15 hamda 11.00 motorlar bo'ladi. Katta motor bilan jihozlashtirib qo'yib beradigan bo'lsak, $1400 ga tayyor bo'ladi. Bularni narx-navolari yanada kelishtirib, arzon narxlarda qilib beriladi. Xo'p, motorlarimizning komplektida nimalari bor? O'zini shkiflari, vozdukhlari, vozduk filtrlari komplekt holatda bo'ladi. Undan tashqari chamadonda kulush naborlarini ham qo'shib beramiz. Bonusiga o'zini statorlari ham komplekt holatda bo'ladi. Akkumulyatorga qo'shadigan bo'lsalaring, qiynalmasdan bemalol kalitga zavat qilib foydalansalaring bo'laveradi. Menga kichikroq motordan qo'yib beringlar degan akalarimiz uchun kichkina 11.00 motordan qo'yib beradigan bo'lsak, narx-navolari $1300 dan chiqadi. Dastavkalarini ham 12 ta viloyat bo'ylab kelishtirib, kelishilgan hollarda yetkazib beraveramiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, generatorlarimizda yig'ilgan variantlari ham video oxirida joylanib boradi. Kanalimizga o'tsalaring, barcha turdagi generatorlarimizda dastavkalari hamda yig'ilgan holatlari barcha videolar joylanib boradi. Kanalimizga podpiska bosib, bemalol zakaz berishlari mumkin akalar. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beraveramiz. Ko'rishlari mumkin. Ramalarga o'rnatib 11.15 motorlar bilan komplekt holatda yig'ib qo'ydik. Andijonlik klientlarimizga dastavka qilib berilyapti. YouTube kanalimiz orqali zakaz berilgan. Xo'p, 30 kilovatli generatorlarni o'rnatdik. Statorli bo'ladi. Agar akkumulyator qo'shadigan bo'lsalaring, bemalol kalitga zavat qilib foydalansalaring bo'laveradi. Kulush naborlari komplekt holatda bo'ldi. Hozir remellarini tortib, xo'p, o'tatishga, ishlatishga tayyor holda qilib chiqarib yuboramiz akalar. Ko'rishlari mumkin. 30 kilovatli generatorlar bilan jihozlangan. Xohlasalaring 220, xohlasalaring 380 voltlik ishlab chiqarib foydalansalaring bo'laveradi. Motorlari ham moshni motorlardan bo'ldi. Xo'p, 180 kiloli variantidan 2200 oborotga ega bo'ladi. Generatorlarimizni o'zi 1,5 ming oborotga ishlab berishga mo'ljallangan. O'zini sertifikatlari bilan qilib berilyapti. 1 yil garantiyalari bilan nech kilovat tok chiqarishi, nech volt tok ga ishlashi. Kimga shunaqa generatorlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. Undan tashqari generatorlarimizni upakovka ko'rinishda ham mavjud bo'ladi. 30 kilovatli generatorlarimiz xohlasalaring alohida sotuvda mavjud. Upakovka ko'rinishda dastavkalari bilan yetkazib beraveramiz. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor Zem magazini bo'ladi akalar.